Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Endi gilamlarni arzon olish yo'li bor. Bunga esa kim ma'lumot beradi? Elbek aka har doimgidek. Elbek aka assalomu alaykum. Mikrofon mana. Charchamayapsizmi? Mana mikrofon. Kayfiyatlar yaxshimi, tuzukmisiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammanglarni kelayotgan Mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz. Hammanglarga omad, yangilikni zo'ri va aksiyani udari bo'ladi. Xudo xolasa shoshilinglar. Ya'ni ertadan 26-avgustdan 1-sentyabrgacha Mustaqillik bayramiga super chegirmalar zo'r sovg'a bo'ladi. Oldin adres bilan tanishtiray. Adres mana qaranglar. Mana bu 2 etajli Abu Sahiy savdo markazini ro'parasida mana Grand Plaza, o tepada Grand Plazani ko'rsat. Mana masjid, mana Grand Plaza. Keyin mana bu narsa ham yozib qo'yilgan mana bu yoqdagilar. Mana bu do'konning oldida mana bu orienter mana. Mana shu yerga kelasizlar, bemalol adresni topib olasizlar. Xudo xolasa. xolasa. Xizmatda tanishib o'taylik. Muzrob aka, Sunnat aka. 5 ta oling, Muzrob aka. Xizmatda har doimgidek. Ya'ni ertadan chorshanbadan seshanba kuni kechgacha aksiya e'lon qilyapmiz. Shoshilinglar. Mana 1-sentyabr kechqurun 6 ta turk gilam o'ynaladi. Turk gilam o'ynaladi va 31-dekabrda 2 ta umraga va 20 ta beto'y texnika bo'ladi. Keyin bu gilam xarid qilgan har bitta xaridorni 2 ta telefon raqam olib qolamiz. O'sha o'yinda ishtirok etadi. Mana bir hafta qoldan u 31-sentyabrdagi o'yinimizga. Keyin undan tashqari aziz obunachilar, mana do'konimizdan kelib 3 milliondan oshiq xarid qilgan har ikkinchi xaridorga, ya'ni через один xaridorga bittadan 2 ga 3 qo'shib beramiz. Barakasini bersin. Bayramga bayramlik bo'lsin. Mana. Endi bu har 10-chi yo'q emas, har ikkinchi через один. Mana bitta odam keldi xaridor gilam xarid qildi 3 millionga, ikkinchi xaridor 3 millionga gilam xarid qildimi, gilam qo'shadi. 4-xaridorga, 6-xaridorga mana shunaqa gilam qo'shib beriladi 2 ga 3. Qarang. Kelganinglar befoyda ketmaydi. Shu do'kondan xursand bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Qarang. Narx 5 yildan beri kuzatasiz. Lekin kanalimiz hali bunaqasi bo'lmagan. Qarang, qarang, kanalimizni 95% odam podpiska bosmay kuzatar ekanda. Xo'p, undan tashqari aziz obunachilar, bizlar tekshiramiz, 1-sentyabr kuniga tekshiramiz. Mana shu videoni ko'proq podelitsiya qilgan, ya'ni jo'natgan, o'sha ham hisobga olinadi, jo'natilishi kerak. Chiroyli kommentariya va ko'p layk yiqqan odam, bitta odamga bitta gilam sovg'a qilamiz. Mana ekranda chiqib qoldi, ko'ringiz, layk, podpiska, kommentariy, podelitsiya. O'shani bitta podelitsiya ham ko'proq podelitsiya bo'lishi kerak. Bosing. 5 yildan beri siz xizmatingizamiz. Biz ko'p layk yiqqanni ham inobatga olinadi. Chiroyli kommentariya. Albatta siz uchun xizmat qilamiz. Keling. Mana bu haqida bitta ma'lumot berib o'ting. Ishonchli muddatli to'lovga. Bu muddatli to'lov 3 oydan 12 oygacha. Bitta pasport evaziga Toshkent viloyati, Toshkent shahri bo'yicha amal qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovsiz. Kelasizlar, misol uchun gilam tanlaysizlar. Afarimda qilinadi, gilam olib ketaverasizlar, oyma-oy to'lab borasizlar. Bay. Gilamlarni qaranglar do'stlar, fasonlar qarang. Trenddagi eng so'nggi modellar do'stlar, mana qaranglar. High-tech deysizmi, gulle deysizmi, neoklassika barchasi xohlasangiz, mana uzun gilamlar ham bor bu. Kameralarlar bor. Mana hozir ularni ham aytamiz. Hozir naryoqdan tanishtirib kelaylik, xudo xolasa. Bu yerda do'stlar qaranglar, mana qancha esdan chiqmasin har ikkinchi xaridorga. 3 milliondan oshiq xarid qilgan har ikkinchi xaridorga, через один xaridorga bittadan 2 ga 3 gilam qo'shib beriladi tekinga. Bayramga sovg'a, mustaqillik bayramiga. Barakasini bersin. Like bosamiz. Hali ham podpiska bosmabsiz? Voy, bosib qo'ying, mana shu ikkita tugmachani bosib qo'ying, haqqingiz ketmaydi. Undan tashqari tikuv xizmati ham bor. Ham ikkita o'yinga ishtirok etadi o'sha odam. Bu yerda Muhammadjon xizmatda. Muhammadjon. Xo'p, va do'stlar, mana bularni sal ochinglar. Daroshkalar sal ochinglar. Ochinglar, guli ko'rinsin, och. Daroshkadan boshlaylik. Mana poliester gilam daroshkalar mana. High-tech. Och, siz uchun. Ko'proq guli ko'rinsin, och oyog'ini, yech oyog'ingni. Mana shu poliester daroshkalar 80 taligidan 120 gacha bor. Mana 80 taligini metr 55 mingdan, 1 metrligini metr 65 mingdan, 120 ligini metr 78 mingdan. O'zi 160-200 minggacha sotilgan. Aytaveramiz, qarang, bu tomondan. Qarang, mana. Tovlanadi, bu tomondan. Elbek o'tib ketayapti. Shunda kvadrat metr 65 mingdan aylanyapti pastga mana. Aytaverasiz, bu tomondan to'q, bu tomondan 100% poliester mana. Super chegirma do'stlar. Bunday yupqa gilam narxida bo'lib ketdi. Do'stlar, faqat Grand Plaza'ning podvolida bor. Foydalaning. Keling, mana oling. Kommentariya yozing. Mana. Kelinglar. Mana bu yoqda mana bu fasondan ham bor mana.
Mana ko'rishingiz mumkin. Bular high-techga yuradi. Mana. Gilamlarni ochib yuboraylikki. Elbek aka xohlagan summasiga gilam topsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. O'sha 250 mingdanmidi gilamlar o'zi? Yo'q, o'tgan gal qo'yilgan gilamlar bu hafta qo'yilmaydi. Bu gal faqat poliesterlar qo'yiladi mana. Qani, poliester. Barakasini bersin. Yo'q, bismillah. 1,5 ga 230, 345 mingdan metr turishi. 345 ming tayyor. Kvadrat metr 100 mingdan aylanadi poliester gilamlar mana. Kvadrat metr bo'ladi 100 mingdan. Samarqandniki, mana bu Navoiyniki edi. Bular ham tovlanadi, to'g'rimi? 345 mingdan, 1,5 ga 230. Mana ikki kuchlari, och. Aha, bu yerdan to'q. 600 mingdan. Mana shular 200 mingdan sotilgan. Kvadrat metr. Mana 100 mingga tushirib qo'ydik. Shoshilinglar. Barakasini bersin. Chorshanbadan seshanba kuni kechgacha. 2,5 3,5 875 ming so'm mana. Faqat 1-sentyabrgacha amal qiladi. Undan keyin narx o'zgaradi. Mana 875 ming so'm 2,5 3,5lar. Mana barakasini bersin. Bu gal yupqa gilam qo'ymayapmiz mana. Qalin poliester gilamlar qo'yapmiz. Mana 2,5 ga to'r 1 millionni turishi. Mana shu turishi 1 million so'm. Shoshilinglar. Vaqtdan unumli foydalanib qolinglar bayramga mana. 1 million so'mdan. Bayramlik. Undan tashqari umralar ham bor-a? Aytdimki 31-dekabrda ikkita umraga bilet qo'yilgan. 20 ta bilet mana 2,5 ga to'rlar. 2,5 ga 5larimiz mana 1 million 250 ming so'm. Buni 1,5 ga 230 dan 5 ga 7 gacha razmeri bor. Mana 1 million 250 mingdan 2,5 ga 5larimiz. Barakasini bersin. Mana 1 million 250 ming so'mdan. 3 ga 3imiz mana och. 900 ming so'm turishi. 3 ga 4imiz. Faqat bu internetdan kelgan obunachilarimiz uchun shunaqa narx. Mana 3 ga 4imiz 1 million 200 ming so'm turishi. Shu sababdan obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. 1 million 200 ming so'm. Ikkinchi kanalimiz bor, Grand Plaza Optim gilamlarga ham obuna bo'linglar. Unutmanglar do'stlar. Mana Muhammadjon og'riqmi? Mana 3 ga 4larimiz 1 million 200 ming so'm. bo'lsa kerak. Og'ir gilamlar, to'g'rimi Elbek aka bular? Og'ir gilamlar. 3 ga 5larimiz 1,5 million so'm mana. Buni 3,5 ga 4, 3,5 ga 5, 3,5 ga 6, 3,5 ga 7, 4 ga 5, 4 ga 4, 4 ga 7, 5 ga 5, 5 ga 6, 5 ga 7 gacha ham bor. Mana 1,5 million 3 ga 5larimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Umumiy o'z gilamlar necha puldan boshlanadi Elbek aka? Hozir o'tgan gal 45 mingdan qo'ydi kvadratini, ular hozir 65 ming, 70 mingdan sotiladi ko'dir. Ularni bu hafta skidga qo'ymaymiz, o sintetika gilamlarni. Keyin mana daroshkalar bilan tanishtiramiz. Baraka top. Bu hozir poliester mana kvadrati metr 200 mingdan sotilganlarni 100 mingdan qo'yamiz bir hafta. Olib ke. Bu yerda daroshkalar. Mana har xil turdagi daroshkalar topsangiz bo'ladi. Xuddi o'sha gilamlarda mana. Xuddi o'sha gilamlarda mana. 80 taligidan 4 metrgacha bor. Metrajnisi mana. 80, eni 80 dan eni 4 metrgacha bor. Kvadrati 100 ming so'mdan. Yo'q, barakasini bersin. Seshanba kuni kechgacha 1-sentyabrgacha kun. 1-sentyabr kechqurun 6 da o'yin o'ynaladi. Prямой efir bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin 6 kishi. 6 ta gilam yutib olish ehtimoli bor. Barakasini Xudo xohlasa. Abzur shulardan iboratmi Elbek aka? Xullas mana sizlarni narx-navo bilan tanishtirdik, shoshilinglar. Mana shu narsalarni hozir olsanglar, afsus qilmaysizlar. To'ppa-to'g'ri. Shu Elbek aka, sizga ham omad tilab qolamiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib narxlarda qilib berasiz. Xalq xizmatida charchamang. Ko'rishguncha. Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Bobur qandaysan? Sen yaxshimi? Qanday bo'lyapti ishlaring? Rahmat, sog' bo'ling.